Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hammaga xayrli kech. Bizga aka yangiliklar, yangi qo'shiqlaringiz qachon o'tadi, qachon chiqadi? Ko'p muxlislar so'rashadi va mana bir ajoyib shoir ukam bor. She'rin tashlagan aka qachon qo'shiq bo'ladi, qachon qo'shiq bo'ladi yozadi. Men qo'shiq qilyapganim ham daj atmaganman. Ukamni qalamiga mansub she'rimiz bittasi qo'shiq bo'lib tayyor bo'ldi. Hozir shoir ukamga telefon qilib qo'yganman. Bir joy chiqib turadi olmaganlar, hozir oldinga ketyapmiz. Ukamizga surpriz bo'ladi. Jamolxon, xudo xolasa sizga bekor telefon qilmadim. Sizni she'ringizdan qo'shiq qilganman. Xudo xolasa eshitib, o'zingiz bir fikringizni aytasiz. Aziz qadrdonlar, xudo xolasa Jamolxon ukam mana kelyaptilar. Jamolxon, Bag'dama keling. Keling. Ajoyib shoir ukam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bo'shlik o'tiribdik, sizga surpriz narsa bor. Sizga surprizim bor deb telefon qildim-ku. Shunaqa. Bir narsa tanladim, eshitingchi. She'r sal tanish ko'rindim. Bu o'zimga ijodimku. Ukamiz ijodlaridan aziz qadrdonlar qo'shiq qildik. Jamolxon qo'shiq tashab, aka biz ham qo'shiqlarni qilsangiz derdingiz, mana nasib bo'ldi ukajon. Nima deysiz qo'shiqqa? Men telefon qilganingizda men tushunmagandim. Men aytmoqchi bo'lganim Azlamagan puli beradigan nimadir? Patarkami yo sovg'ami deb o'ylagandim. Buni eshitib xuddiki 10 ming dollar pul olganda bo'ldim. Bu motivatsiya bunaqa emun deydimi, nima deydi? Shunaqa ko'plar san'at kunlariga aytganman. Qo'shiq qilaylik, boshqadi. Hattoki eshitmagan holat ham bo'lgan. Gapirishmagan boshqa bo'lgan. Haqiqiy ijodkor tanali bo'lmaydi. Allah xizmatida bo'ladi. Kim bo'lishiga qat'iy nazar. Uni ishlari boshqa qiladi, dardi bilan hamma qarshi bo'ladi. Siz bundan tanali bo'lmasligingiz mumkin. Lekin Allah xizmatida katta kichik hammani teng ko'rib, bemormi, boshqami demasdan hammani teng ko'rganingizga tashakkur. Rahmat. Men bir haligi siz aytganingizdan bu aytdingiz-ku, nimadir sovg'adan afzalligini his qilganim, ko'rishganimiz aytgan Turmat aka. Men ko'pchilikka yozdim, qo'shiqlar tashladim, hattoki meni o'qishmadi ham, qarashmadi ham, yuzimga kelganda bir so'z so'rashib, gapimni eshitishmadi ham. Meni orzu niyatim, meni she'rlarim qo'shiq bo'lsa derdim. Deganingiz uchun men izlanib harakat qilib, ijod bir pasga kelmaydi, Jamolxon. O'zingizga shunaqa qilib ijodkorsiz-ku. Endi nasib bo'lganda o'sha emas sizni Bunisi bo'ladi, hayajonlantirib, ilhaq qilib, Jamolxon sizni she'ringizdan qo'shiq boshladim demasdan burilib bitqazganimda
Sizga e'lon qilay dedim. Uni deganingizda meni hattoki uyqum qo'yardi. Nima bo'ladi-da, siz halovatingiz yo'qotib qo'ymay dedim-da. Yo'q, lekin bu ham kutilmagan bo'ldi. Menga qimmat mashinadan ham bu afzal, chunki har bir ijod ijodi millionda afzalda. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Men sizga tanali bo'lishimni ella xalqqa tanali inson bo'lishingizni so'rayman. Sizga ham naqdvoyingiz martabangiz bo'lsin. Yana nima deymiz sizga Xudo taolo bir ilohiy fayz bersin. Sizning qo'shiqlaringiz nafaqat biz buyuk san'atkorlar, ustozlar qo'shiq qilishsa, masalan bizlar oddiy bir san'atkorlar qo'shiq qilganda ham o'sha insonning mashhurlik darajasiga chiqqan Jamolxonning she'ri bo'ldi deydigan darajada shunaqangi bir she'rlar bo'lsin. Siz she'rlaringiz har xilda qolsin. Ilohingiz sog' bo'lsin. Mana shu edi sizga syurprizim. Aziz qadrdonlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jamolxonga qo'shig'i davomini ham eshittiramiz. Xo'p, shu ukamiz she'rini qo'shiq qilganimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, kommentariya, like bosib, ukamiz she'rini qo'shiq bo'lgan qo'shig'ingizni chiqaring deganlar like bosamiz va kommentariyaga yozamiz. Sog' bo'ling, hurmatli sizlar. Jamolxon sizga kattakon rahmat. Chunki shuni ko'p tarqatib nima qilsa shu inson bepul bir xizmat ko'rsatadilar. Agar 10 mingta likedan ko'payib ketsa, shu qo'shiq klipini bilaman mantilayman. Yey. Komment kutamiz. Sizlarni Jamolxon shunaqangi ko'ngli ochiq, shadr yigit, haligi saxiy yigit. Mana bizga ham aytasiz, inshaalloh uka, mana siz lafz qildingiz. O'sha qo'shiq yaxshi kommentariy, like olsa sizatganda bir kunga besplat xizmat qilamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Jamolxonni she'ridan qo'shiq qilmagan hovuz qolmaydi, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar. Rahmat.